yozilgan bo'ladi. Nimalarda o'rnatilgan, plastikdan Buni aka qancha sanatasi bor ichida? bemalol chiqarib tushirib olishga yetadi. Nimasi? Nimalari bo'lsa mana Buni aka jini metrdan to'g'ri. To'g'ri bitgan o'zini maqomini bildiraman. istegan. Bergisi kelmaydigan shpris. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana bugun navbatdagi Devlon DX210W ekskavatorini baraka qildik. Bu safar Samarqand viloyatiga mana yo'l olmoqda. Hozirda mana mijozimizga tamojinik skladdan olib chiqib, bojxona skladidan olib chiqib topshiryapmiz. Chunki kech bo'lganligi uchun bojxona skladining ichiga treyler kirishi mumkin emas. Kirsa ham chiqa olmaydi, chunki yopilgan bo'ladi. Propiska ola olmaydi. Shuning uchun mana tashqarida topshirishga to'g'ri kelyapti. Mana plombalarni buzib, zip komplektni ochib ko'rsatamiz. Ha, bu birinchi 50 motochas apkatkadan chiqqandan keyin almashtiriladigan narsalar aka. Ko'rib oling. Mana hozir bitta ko'rsatadilar. Filtr atstonik. Toplayın filtr. Toplayın filtre. Moy filtre. Armuzning filtre. Pilotli filtre. X'lar. Radio filtre. Oyna. Bittasi joyida turibmiz. Nereye tarafta? Ha, o'ziga to'g'rilab moslashtirib qo'yib oladi-ku. Yani korobkalari ham shu seriya nomeriga moslab mana 9770. Bering menga. Bularni aytdim. Ha, o'zini raqamni. Ha, o'zi raqami ham shunaqa, korobkasi ham shunaqa. Ha, xuddi shunaqa. Mayda joyi turibdi. Ko'rasiz. Qani aka shuni tushunib Yo'q, o'ziga olib. Pionerdan yaxshi lekin. Pioner. Ana proyektingiz bo'lsa, uyda shu bugun yig'ayotgan bo'lsangiz, turgan motor bilan o'shaga ishlatishlari. Buni birdan ayting nomeringizni. 90lik. 90lik. Основный был асосный mana bu. Onda tepadagi istaydi. Ha, streladagimi? Streladagi. Da. Asosiyda ikkita, oldinda. Zaktorlar nevida, ikkita, oyog'ida turibdi, bu yerda bitta. Sizlarga ham shunaqa koreyskiy texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda ko'rsatilgan telefon raqamlariga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Rahmat. Mana o'rtoqlar, treylerimiz Toshkent tovarning tamojniy stansiyasiga sal kechroq yetib keldi. Shuning uchun mana qorong'ida ortishga to'g'ri kelyapti. Devlon 140 tali ekskavatori. Inshaalloh hozir ortib Samarqand viloyatiga jo'natib yuboramiz. Samarqandliklar videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Ko'rishingiz mumkin bemalol. Ortish jarayonidamiz.
inshaalloh mana sekin bismillah deb sal qorong'ida ortish sal xavfliroq tralga. Bunda inshaalloh